deb odamlar ko'rsin, men hajga borib keldim, hoji bobo bo'lib keldim degan maqsadda emas, Allohning roziligini tilab qilgan xatolarim, nuqsonlarim, kamchiliklarim, gunohlarimga kafforat bo'lsin. Allohga labbay deb boryapman, hajim dargohida qabul bo'lsin deb har bir inson Allohning roziligini tilab kelish kerak ekan. Haram ichra shahdam qadamda yurgani, Baytullohda shahdam qadamda yurgani, Hojar onam yugurgandek yugurgani. Avvalgidan yurtboshimiz, muhtaram yurtboshimiz mana bu bizlarga bu hajlarni tashkil qilib berganlari uchun behisob minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu kishini aqli, farzandlariga, umrlarga, rizqlarga, iymonlarga, e'tiqodlarga, zehnlarga baraka bergan. Farzandlari, nabiralari solih, qorim, qo'ygan yigitlar berdi. Zabardast olimlar bo'lib yurtimizga, elimizga, dinimizga, millatimizga xizmat qiluvchilardan bo'ldi. Allohim ikki dunyolarni saodatmand aylasin.